daraxtlarga shakl berishda muhim qoidalardan biri, unda deylik formada 3 litr bo'ladimi, 4 litr bo'ladimi, nechta asosdan chiqqan shox bo'lsa, shunga o'sha darajadagi raqobatchi shox bo'lmasligi kerak. Misol uchun mana shoxni ko'rsak, bunga mana bu shox raqobatchi bo'lgan vaqtida, chunki deyarli bir xil o'lchamdagi shoxlar. Shuning uchun buni olib tashlash kerak. Qoida bo'yicha olib tashlanish kerak. Lekin men tajribamda ko'p o'tkazgan narsam, buni taglab emas, ozgina yarim barmoq yoki bir barmoq qo'yib olib tashlayman. Buni ko'p foydasini ko'rganman. Mana ko'rib turibsiz, shuni hisobiga bitta yarim barmoq qo'yib kesganim hisobiga 5 ta yangi mevali shox chiqqan. Buni 24-yil boshida kesganman. Mana 1 yilda shox shakllanib, mevali shoxga aylanib, mana 25-yil hosil beradi. Xuddi shunaqa mana bu shoxda ham ozgina bir barmoq qo'yib kesganman. Buni hisobiga mana 1 yilda shoxlar shakllanib, mevali shoxlar bor. Yoki mana bu shoxga ham ko'rsa bo'ladi. Bunda ham raqobatchi bo'lgani uchun taglab olmaganman-da, ozgina qo'yib olganman. Bizda ko'pchilik qo'yma tagidan ol deydi. Lekin ozgina yarim barmoq qo'yganning afzalli tarafi ham bor. Mana shunaqa ko'proq hosil olishiga yordam beradi. Bular mana 24-yilda kesilgan, mana bu yil kesilgandan bitta misol keltiraman. Mana 2025-yil bu yilni boshida kesganmiz. Bu yoki mana bu bo'lsa, mana bu yil shulardan shox chiqadi. Bu suv shoxlar chiqib, mevali shoxlar bo'ladi. Ko'p holatlarda mevali shox bo'lib, keyingi yil mana shu yerda misol uchun 4 ta 5 ta yaxshi mevali shox shakllanadi va hosil olish imkoniyatini yaratadi.